Assalomu alaykum aka-ukalar, farzandlarimiz mana tomosha. Arzimas ishimizni qo'llab-quvvatlab berasizlar degan umiddamiz. Bittadan like bosib, podpiska bo'lib, tabiiy sharoitda boqamiz mana. Setka yo'q, tepada osmon ochiq. Kimga qiziq bo'lsa, ma'lumotlarni beramiz. Tuxum jo'ja hammasidan qilib beriladi. Qanday qilib boqish sirlarini o'rgatamiz. Hamma sortlardan bor, rumiylar bor, tilla qo'ng'iz rumiylar, severniy kavkaz, oddiy kavkaz. Mana shu yerda o'zlari kirib chiqib yurishaveradi. Mana ular kirib olgan qamab qo'ydik. Barchasidan bor. Bunaqa pesoshnilaridan ham bor mana. Bunaqa bosh oq fazallarimizdan ham bor. Almazliklarni ham tuxum jo'jalariga zakaz olinadi. Ular ichida sotiladigan xo'rozlar bor, bu xo'rozlar bor sotiladigan. Hovlida yurishadi bemalol. Mana kul fazallarimiz ham toza gullar. O'ta ham toza, bunaqa petno aralashmagan, bo'yni oqib bo'lmagan mana xo'rozchasi. Hamma yog'i kul. Qizil aralashmagan xo'roz. Almazli makiyon. Tomosha. Qo'llab-quvvatlab berasizlar degan umiddamiz. Hammalarga rahmat.